Muborak hayit ayyomiga qo'shnijonimga osh bilan qo'shib qanaqa shirinlik bersam ekan deb o'ylanib o'tiribsizmi? Mana siz uchun oddiy keks retsepti. Idishga 4 dona tuxum, 2 piyola shakarni o'lchab solib, yaxshilab venchik yordamida ko'pirtiramiz. Bu retseptga mikser ham shart emas. Va yarim piyola o'simlik yog'idan solib, yengil aralashtirib olamiz. 2 piyola qatiqni 1 piyoladan o'lchab, har biriga 1 choy qoshiqdan osh sodasi solib, yaxshilab ko'pirtirib, keyin solamiz. Yana yengil aralashtirib olamiz. Unga 1 choy qoshiq razrixritel va 1 choy qoshiq vanilini solib aralashtirib, unni elab solamiz. Unni keragicha o'lchab soling. Xamir blinchik xamiridan ozgina quyuqroq holda bo'ladi. Xuddi shu retsept xamiridan xohlasangiz qoliplarga, xohlasangiz piyolaga, xohlasangiz gaz nestiga solib pishirib olishingiz mumkin. Men bayramona tusda ko'rinishi uchun xuddi shunday yaltiroq qog'oz qoliplarni tanladim. Kekslar ustini shokoladchalar bilan yoki yog'oq, mayizlar bilan bezatib olishingiz ham mumkin. Oldindan qizigan gaz duxovkasida 180 gradus haroratda 35 minutda kekslar pishib chiqdi. Hayit ayyomiga siz ham tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizning duolarini oling. Retseptni saqlab qo'ying va keks pishirishni bilmaydigan ovsiningizga yuboring. Yeganlarga osh bo'lsin, ofiyat bo'lsin.